TTVda tomosha qiling. E'tiboringizga taqdim qilinayotgan yaxshi odamlar ko'rsatuvida Xorazm viloyat perinatal markazining bugungi kundagi namunali faoliyati, shuningdek, o'zi kabi barchadan ishga mas'uliyatli bo'lishni talab qilguvchi qat'iyatli rahbar, tibbiyot fanlari doktori Matyakubova Salomat Aleksandrovnaning faxrlansa arzigulik ayollarga xos shijoat haqida hikoya qilamiz. Biz uchun kim suyuklardan suyukdir. Xonlardan ham, beklardan ham, shohlardan ham buyukdir. Ulug'vordir, beg'ubordir. U erishgan martaba takrorlaylik nomin minglab martaba. Bu ayadir, bu oyidir, bu buvidir, onadir, bolasi deb, lolasi deb onajonlar yonadir.